Do'stlar, agar siz YouTube kanal yuritayotgan bo'lsangiz yoki endi boshlamoqchi bo'lsangiz, bugungi video siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik 7000 obunachiga yetish faqat chiroyli raqam deb o'ylaydi. Lekin aslida bu bosqichda kanal xavfsizligi, mualliflik huquqi, manzilni to'g'ri kiritish, YouTube'dan keladigan rasmiy xabarlarni tanish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bugun biz yangi yil sovg'asidek bo'lib kelgan YouTube'dan kumush tugmani, ya'ni Silver Play Button qutisini ochamiz va men sizga bu tugma qanday olinadi, kimlarga beriladi, kimlar ololmaydi, qanday xatolardan saqlanish kerakligini juda aniq tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu ma'lumot kanal yuritayotgan har bir odamga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday tajribani men sizga faqat gap sifatida emas, o'zim boshimdan o'tkazgan jarayon sifatida ko'rsataman. Avvallari ko'pchilik YouTube tugmasi haqida juda oddiy tasavvurga ega edi. 100 ming obunachi bo'lsa, YouTube avtomatik tugma yuboradi. Tamom, lekin bugun vaziyat ancha boshqacha. YouTube har bir kanalni tekshiradi. Faqat obunachi soni yetarli bo'lishi kifoya emas. Kanal faol bo'lishi, qoidalarni buzmagan bo'lishi, sun'iy obuna yig'magan bo'lishi, kontent asl va sifatli bo'lishi kerak. Ya'ni kumush tugma oddiy sovg'a emas, bu kanal ishonchli, barqaror va jamoatchilik qoidalariga mos ishlaganini tasdiqlovchi ramziy mukofot. Oldin ayrim kanallar turli yo'llar bilan tez obuna yig'ib, keyin muhot olishga urinardi. Masalan, bot obunachilar sovrinli o'yinlar orqali majburiy obuna, boshqa kanallardan kontentni ko'chirib joylash, mashhur videolarni qayta yuklash kabi usullar ko'p uchrardi. Hozir YouTube algoritmlari bularni ancha yaxshi taniydi. Agar kanalda 7000 obunachi bo'lsa ham, lekin tomoshabinlar haqiqiy bo'lmasa, izohlar g'alati bo'lsa, ko'rishlar obunachilarga mos kelmasa yoki kontentda mualliflik muammolari ko'p bo'lsa, mukofot berilmasligi mumkin. Mana bugun qo'limda turgan quti shunchaki metal plaket emas. Bu qutining ichida bir necha yil davomida qilingan mehnat, kechasi montaj qilingan videolar, mavzu izlash, auditoriyani tushunish, xatolardan o'rganish, YouTube qoidalarini doim kuzatib borish va eng muhimi, siz tomoshabinlarning ishonchi bor. Shuning uchun qutini ochishdan oldin men aynan shu jarayonni ham tushuntirib bermoqchiman. Chunki kimdir bu videoni ko'rib motivatsiya oladi, kimdir esa o'z kanalini tekshirib, muhim xatolarni vaqtida tuzatadi. Asosiy qism bu. Kumush tugma nima? Kim oladi? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Kumush tugma, ya'ni Silver Creator Award. YouTube tomonidan 100 000 obunachidan oshgan kanallarga beriladigan rasmiy mukofot. Lekin u avtomatik tarzda hamma kanalga yuborilmaydi. Avval kanal ma'lum mezonlardan o'tadi. Eng asosiy shartlar: kanal kamida 1000 obunachiga ega bo'lishi, YouTube hamjamiyat qoidalariga rioya qilgan bo'lishi, soxta faoliyatdan foydalanmagan bo'lishi, kanal faol bo'lishi va original kontentga ega bo'lishi kerak. Masalan, sizda 100 000 obunachi bor, lekin oxirgi 6 oyda bitta ham video chiqmagan bo'lsa, bu darhol rad etiladi degani emas. Lekin YouTube kanalingizning faolligini ko'rib chiqishi mumkin. Yoki siz 100 mingga yetgansiz, lekin videolaringizning yarmi boshqa odamlarning lavhalaridan iborat bo'lsa, nusxalar mualliflik huquqi bilan himoyalangan bo'lsa, doimiy shikoyatlar bo'lsa, mukofot kechikishi yoki umuman berilmasligi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda kontentni ko'chirib joylaydiganlar. Masalan, bir kanal TikTok'dan kulgili videolarni olib, ustiga oddiy musiqa qo'yib YouTube Shorts sifatida joylaydi. Obunachilar tez yig'ilishi mumkin. 1000 ham bo'lishi mumkin. Lekin YouTube buni asal mualliflik kontenti deb hisoblamasligi mumkin. Ikkinchi xavfli toifa sun'iy obuna sotib olganlar. Masalan, kimdir $20 ga bexin obunachi, $20 ga 25 ming obunachi va'da qiladi. Tashqaridan qaraganda raqam o'sadi, lekin ichkarida kanalning sifati buziladi. 100 mingga yetganda esa YouTube bu obunachilarning tabiiy emasligini sezishi mumkin. Natijada nafaqat tugma, balki kanalning monetizatsiyasi ham xavf ostida qoladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz o'zingizning ovozingiz, yuzingiz, tajribangiz, fikringiz, bilimlaringiz bilan kontent yaratayotgan bo'lsangiz, YouTube qoidalarini buzmasangiz, obunachilar tabiiy kelayotgan bo'lsa, xavotirga katta sabab yo'q. Masalan, o'qituvchi bo'lib matematika darslari berayotgan kanal, oshpaz bo'lib retsept ko'rsatayotgan kanal, texnika sharhlari qilayotgan kanal, sayohat videolari, vloglar, hunarmandchilik, biznes maslahatlari, bularning barchasi original yondashuv bo'lsa,
mukofot olish imkoniyati yuqori bo'ladi. Men o'z tajribamdan aytsam, 100 ming obunachiga yetish bir kunda bo'lmagan. Birinchi videolarda ko'rishlar kam bo'lgan, ayrim videolar umuman yurmagan. Masalan, bitta video uchun 5 soat tayyorgarlik ko'rib, 3 soat suratga olib, 6 soat montaj qilgan paytlarim bo'lgan. Lekin video bir haftada 8 minutda ko'rish olgan. Boshqa bir video esa oddiyroq ko'ringan, lekin mavzu aniq tanlangani uchun ehni ming ko'rishga chiqqan. Shunda men tushundim. YouTube'da faqat mehnat emas, to'g'ri mavzu, tomoshabinning muammosini tushunish va sarlavha bilan miniatyuraning aniqligi ham juda muhim. Endi qutiga qaytsak, mana tashqi qadoq juda oddiy, lekin himoyasi yaxshi. YouTube bunday mukofotlarni xalqaro yetkazib berish orqali yuboradi. Quti yo'lda shikastlanmasligi uchun ichida maxsus himoya materiallari bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, buning uchun pul to'lanadimi? Rasmiy mukofotning o'zi bepul. Lekin ayrim davlatlarda bojxona yoki yetkazib berish bilan bog'liq mahalliy xarajatlar bo'lishi mumkin. Shu sababli manzilni to'g'ri yozish juda muhim. Ism, familiya, telefon raqam, pochta indeksi, viloyat, tuman, ko'cha, uy raqami hammasi aniq bo'lishi kerak. Bitta harf xato bo'lsa ham yetkazib berishda muammo chiqishi mumkin. Qutini ochganimizda odatda avval YouTube'dan tabrik xati chiqadi. Bu xatning ma'nosi juda muhim. Unda YouTube sizning ijodkor sifatida mehnatingizni tan olayotgani aytiladi. Keyin asosiy plaket kumush tugma joylashgan bo'ladi. Uning yuzasida kanal nomi yozilgan bo'ladi. Shu yerda ham bir nozik jihat bor. Mukofotdagi yoziladigan kanal nomini tasdiqlashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Agar kanal nomida imlo xatosi bo'lsa, keyin uni tuzatish oson emas. Masalan, Uzbek Tek o'rniga Uzbek Tek deb yuborib qo'ysangiz, mukofot shunday chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun tasdiqlashdan oldin 3-4 marta tekshirish kerak. Eng katta tuzoqlardan biri soxta xatlar. Kanal mingga yaqinlashganda yoki oshganda ayrim firibgarlar, siz YouTube Silver button yutdingiz. Mukofotni olish uchun shu havolaga kiring. Yetkazib berish to'lovi uchun karta ma'lumotlarini kiriting degan xabarlar yuborishi mumkin. Bu juda xavfli. YouTube hech qachon sizdan parolingizni so'ramaydi. Hech kimga Gmail parolingizni, SMS kodini, 2 bosqichli tasdiqlash kodini bermang. Rasmiy jarayon odatda YouTube Studio ichidagi bildirishnoma yoki rasmiy elektron pochta orqali amalga oshadi. Havola ham ishonchli domenlardan bo'ladi. Agar shubha bo'lsa, havolani bosmang, avval YouTube Studioni o'zingiz oching. Ikkinchi nozik jihat, kanal nomi va brand account masalasi. Ba'zi odamlar kanalni shaxsiy Gmailda ochgan bo'ladi. Keyin jamoa bilan ishlashni boshlaydi. 100 mingga yetganda esa kanalga kim egalik qilishi, kim menejer, kim admin ekani chalkashib ketadi. Agar siz kanalni uzoq muddat rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, kirish huquqlarini tartibga soling. Har kimga asosiy egasi huquqini bermang. Montajchi, dizayner yoki SMM mutaxassisga faqat kerakli darajadagi ruxsat bering. Chunki kanal o'g'irlansa, kumush tugma emas, butun mehnatingiz xavf ostida qoladi. Uchinchi muhim masala mualliflik huquqi. Ayrimlar menda copyright claim bor, demak tugma bermaydi deb qo'rqadi. Har bir claim darhol falokat degan emas. Masalan, fon nusxasi sababli bitta videoga claim tushgan bo'lsa, bu avtomatik rad javobi emas. Lekin ko'p marta takroriy mualliflik buzilishi, copyright strike, boshqa odamning kontentini ruxsatsiz ishlatish jiddiy muammo. Ayniqsa 3 ta copyright strike kanal yopilishigacha olib borishi mumkin. Shuning uchun bepul musiqa kutubxonalaridan foydalaning, o'zingiz suratga oling. Kerak bo'lsa, litsenziya sotib oling, manbani to'g'ri ko'rsating. Eng xavfsiz yo'l o'z kontentingizni o'zingiz yaratish. 4-chi nozik jihat obunachi soni tushib ketishi. Tasavvur qiling, kanal 1000 ga chiqdi. Siz ariza topshirdingiz, lekin keyin YouTube soxta yoki nofol obunachilarni tozaladi va raqam 900-9600 ga tushdi. Bunday holatlarda jarayon kechikishi mumkin. Shuning uchun 100 ming bo'lishi bilanoq emas, biroz barqarorlashgach, masalan 20 ming yoki 2 ming bo'lganda hamma narsani tekshirib, keyin harakat qilish ma'qul. Bu majburiy qo'yda emas, lekin amaliy tajribada asabni tejaydi. 5-masala, bitta odam bir nechta mukofot olishi mumkinmi? Ha, agar aloyda kanallar aloyda mezonlarga javob bersa, har biri uchun mukofot olinishi mumkin. Lekin bitta kanal uchun bir xil darajadagi mukofotni qayta olish mumkin emas. Agar kanal nomini o'zgartirsangiz ham, YouTube buni yangi kanal deb hisoblamaydi. Shuningdek, mukofotni sotish ham tavsiya etilmaydi. Bu sizning mehnatingiz belgisi, uni shunchaki bozordagi buyumga aylantirish to'g'ri emas. 6-nozik jihat bolalar kontenti va nozik mavzular.
Agar kanal bolalar uchun bo'lsa, YouTube yanada ehtiyotkorlik bilan qaraydi. Bolalar xavfsizligi, mos reklama, izohlar, vizual materiallar hammasi muhim. Tibbiyot, moliya, huquq, siyosat kabi mavzularda ham mas'uliyat katta. Masalan, siz moliyaviy maslahat berayotgan bo'lsangiz, odamlarni 100% foyda deb chalg'itmasligingiz kerak. Tibbiyotda esa aniq tashxis qo'yish o'rniga mutaxassisga murojaat qilish kerakligini aytish lozim. YouTube mukofoti nafaqat raqam, balki ishonch masalasidir. Agar siz hali 2000 ga yetmagan bo'lsangiz, bugundan boshlang va kanalni boshdan to'g'ri yuriting. Birinchi qadam, kanal mavzusini aniq belgilang. Hamma narsa haqida video qilaman degan yondashuv ko'pincha sekin o'sadi. Masalan, texnika bo'lsa texnika, ta'lim bo'lsa ta'lim, pazandachilik bo'lsa pazandachilik, shaxsiy tajriba bo'lsa aniq yo'nalish bilan boring. Tomoshabin kanalga kirganda bu yerda nimani olishini 5 soniyada tushunishi kerak. Ikkinchi qadam, YouTube studioni muntazam tekshiring. Analitik bo'limida qaysi videolar ko'proq ushlab turayotganini, odamlar qayerda chiqib ketayotganini, qaysi sarlavhalar yaxshi ishlayotganini ko'ring. Masalan, agar 10 daqiqalik videoda odamlar 10 daqiqada chiqib ketayotgan bo'lsa, demak kirish qismi cho'zilgan yoki mavzuda qilgan narsani tez bermayapti. Agar video oxirigacha ko'rilayotgan bo'lsa, demak format to'g'ri. YouTube'da hissiyot bilan emas, raqamlar bilan ishlash kerak. Uchinchi qadam, kanal xavfsizligini kuchaytiring. Google akkauntingizga 2 bosqichli himoyani yo'g'ing. Zaxira email va telefon raqamini yangilang. Begona qurilmalardan chiqib keting. Agar jamoa bilan ishlasangiz, YouTube Studio Permissions orqali rol bering. Hech kimga asosiy parolni yubormang. Telegram yoki WhatsApp orqali mana kod keldi, aytib yuboring desa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. 4-qadam, mualliflik huquqini tozalang. YouTube Studioda content bo'limiga kirib, restriction yoki copyright belgilari bor videolarni ko'rib chiqing. Agar muammo bo'lsa, musiqani almashtiring. Lavhani kesing yoki kerak bo'lsa, videoni qayta tahrirlang. Kelajakdagi videolar uchun esa o'zingizga doimiy xavfsiz manbalar ro'yxatini tuzing. Masalan, YouTube Audio Library litsenziyali stok platformalar, o'zingiz yozgan ovoz, o'zingiz olgan suratlar. 5-qadam, 10000 ga yetganda nima qilishni biling. Avval YouTube Studioga kiring. Agar kanalingiz mukofotga mos deb topilsa, sizga bildirishnoma kelishi mumkin. Ba'zan Creator Awards Redemption Code, ya'ni mukofotni olish kodi beriladi. Keyin rasmiy sahifaga o'tib kodni kiritasiz, kanal nomini tasdiqlaysiz va yetkazib berish manzilini yozasiz. Manzilni lotin harflarida tushunarli va to'liq yozing. Telefon raqamini xalqaro formatda kiriting. Masalan, O'zbekiston uchun +998 bilan boshlanadi. Pochta indeksi bo'lsa, uni ham yozing. Agar aniq bilmasangiz, mahalliy pochta bo'limidan yoki rasmiy manbalardan tekshiring. 6-qadam, hujjatlar va aloqa tayyor bo'lsin. Ko'pincha oddiy yetkazib berishda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki agarta yoningizda bo'lsin. Agar kuryer qo'ng'iroq qilsa, telefonni ko'taring. Ba'zan xalqaro yetkazib beruvchi sizdan manzilni tasdiqlashni so'raydi. Shunda aniq javob bering. Viloyat, tuman, mo'ljal, ko'cha, uy. Agar bojxona bilan bog'liq savol bo'lsa, vahimaga tushmang. Lekin hech qachon shubhali shaxsga karta paroli yoki SMS kod bermang. 7-qadam, qutini olgandan keyin uni tekshiring. Tashqi qadoqda jiddiy shikast bo'lsa, rasmga oling. Ochish jarayonini videoga olish ham foydali. Chunki agar ichida zarar bo'lsa, isbot bo'ladi. Mukofotdagi kanal nomini tekshiring. Agar jiddiy xato bo'lsa, rasmiy qo'llab-quvvatlash bilan bog'lanish kerak bo'ladi. Lekin eng yaxshi yo'l oldindan xato qilmaslik. Endi mana, biz qutini ochdik, ichidagi kumush tugmani ko'rdik. Bu plaketni qo'lga olgan odam uning o'g'irligini faqat metal o'g'irligi sifatida sezmaydi. Bu yerda yuzlab videolar, minglab izohlar, 10 minglab tomosha soatlari. 100 mingdan ortiq insonning ishonchi bor. Men uchun bu yangi yil sovg'asi kabi, lekin bu sovg'a osmondan tushmadi. Har bir obunachi, har bir like, har bir fikr, har bir tanqid bu natijaga hissa qo'shdi. Shuning uchun sizlarga alohida rahmat aytaman. Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman. YouTube'da muvaffaqiyat faqat omad emas. Omad bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddatli natijani tizim beradi. Tizim degani reja, sifat, muntazamlik, tahlil, qoidalarni bilish va tomoshabinga hurmat. Agar siz tomoshabinni aldasangiz, bir marta ko'rish olishingiz mumkin, lekin ishonch yo'qoladi. Agar siz haqiqiy qiymat bersangiz, odamlar qaytib keladi, obuna bo'ladi, boshqalarga tavsiya qiladi. Kumush tugma aynan shu ishonchning ramzi.
Bugun biz YouTube'dan kelgan kumush tugma qutisini ochdik va eng muhim jarayonlarni ko'rib chiqdik. 100 000 obunachi yetarli bo'lishi mumkin, lekin qoidalar. Xavfsizlik, original content, mualliflik huquqi va manzilni to'g'ri kiritish ham shunchalik muhim. Agar siz kanal yuritayotgan bo'lsangiz, bugunoq YouTube studioga kiring. Xavfsizlikni tekshiring, kontentingizni tartibga soling va 7 minglik bosqichga professional tayyorlaning. Sizning fikringiz men uchun juda qiziq. Kumush tugma siz uchun nimani anglatadi? Siz ham YouTube kanal ochmoqchimisiz yoki allaqachon yurityapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Izohlarda yozib qoldiring. Albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqib qo'ying. Oldinda bundan ham katta maqsadlar bor. Va men bu yo'lni sizlar bilan birga davom ettirmoqchiman.